halol rizq uchun ham Alloh buyurgan. Bu ham Allohga ibodat. Kasb hunar qilyapsiz, kimdir sartaroshlik qilyapti, kimdir dehqonchilik, kimdir tijorat bilan shug'ullanadi, kimdir hunari bor, kimdir o'qituvchi. Mana shu hunarlarida halol rizq uchun har qadami Allohga bo'lgan ibodat hisoblanadi. Ko'p odamlar ibodat deganda faqat zohir ko'rinishni tushunib qolgan. 5 vaqt namoz ibodat. Xo'p, ibodat bu ham to'g'ri. Nima uchun desa, odamlar bilan bo'ladigan muomalalarda 5 vaqt namoz sizni to'g'rilab tursin uchun o'zi. Namozni o'qisangiz, odamlarni aldasangiz. Namozni o'qisangiz, birovlarga g'iybat qilsangiz, u namozni sizga foydasi tegmayapti degani. Ichgan doringizni foydasi tegmayapti degani. Ichgan doringiz foydasi tegmasa, jigarga zarar yetkazadi. O'qigan namozingiz sizga foyda bermasa, sizga zarar beradi.